$10,000 shartlarni bajarishi mumkin. Bizda ham pul bor. Sen men ham qimmat shart beraman. Mayli, bemalol. Don, Zeki. Sizlardagi joyi nima emas? Mehmonxonaga keldik. Olasizmi, olmaysizmi? Olaman. Menga yoqadi. Nima aybingiz bor sizni? Nos chekaman. Nima qilibdi? Chollar bor. Yeja choldim endi. Bo'p qopsiz lekin oldin unaqa emas. Oldin ham shunaqa edim, siz bilmasdingiz. Sash qilib qo'yaman, keling. Bo'ldi, to'xtating. Kirishdan oldin ko'zingizni boylasam maylimi? Syurprizmi deyman-a? Romantik shamlar. O'yin qoidasiga zid ish qilmayapman. Assalomu alaykum otajon. Adres I love you deb yozib yubormasalar kerak bunga. Nima deysizmi? Voy. Chol bo'lsa nima foyda u chol bilan yashash? Emas, men serios aytaman. Och. Men ham sizga seriozno aytyapman, yigitim yo'q. Bugungi mehmonimiz go'zal, chiroyli, latofat. Men o'zi normalniy толковый proyektga keldimmi? Meni vaqtim yo'q. Anaqa maydalashishga vaqtim yo'q, bekorchi narsalarga. Tushunishim bo'yicha hozir biz bular bilan Don Zeki o'ynaymiz. Agar yutqazsalar, shart bajaradilar, shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Men aytib qo'yay, hozirdan aytibman, men arzon shart bermayman. Men bersam normalniy shart beraman. Shunga rozi bo'lsangiz, men ham roziman qatnashishga. Men yutsam, men ham qimmat shart beraman. Mayli, bemalol. Xohlagan shartingizni berasiz. Siz shart bajarishga o'z pulingiz bormi? Ha, конечно, sizni pulingiz bormi? Bor. Ko'rsataymi? Ha? Qaranglar, men $10,000gacha shartlarni bajarishim mumkin. Menda naqd. Yaqinroq olib keling. Konkretniy. Shuncha Rostlagan pul gap yo'q. Barakangizni bersin. Men qarab turibsan o'rta. Endi o'rta pul chiqardi. Chiqar. Pul chiqar o'rta. Siz boshladingiz. Kim chaqirdi sizni? Bular chaqirdilar, lekin pul haqida siz boshladingiz-ku. Meni ham bu chaqirgan. Endi siz bitta pochka chiqarganingizdan keyin bu kutmadi u narsani. To'g'risi men ham kutmadim. Endi atvet qil o'rta. Endi men o'rta bunaqa katta summa haqida o'yin bo'lishini men kutmagandim. To'g'risi har doimgidek o'zimizlarni o'yinlarni o'ynaymiz deb o'ylagandim. Yo'q, sizlar meni chaqirdinglar, men o'ynasam katta summalardan o'ynayman. Короче, yaxshi qolinglar, chunki sizlardan pul chiqmayapti, men ketdim. To'xta, Zulfiya, bu mashina menga qarab turaveradi. Har doim mana shunaqa. O'yinni hammasini o'zi boshlaydi. Постоянно o'zi hamma narsani o'zi boshlaydi. No, atvet qilishga kelganda menga qarab turadi. Постоянно. Anaqa qilgan mashinamga borasan, barra ochasan, pulim turibdi, olib kel o'shani. Ko'ramiz. Qancha pulingiz bor? 2 minut. 2 minut. Mana, bizda ham pul bor. Normal. Qani? Ko'raychi. O'rtoqlar cho'g'iga qaraganda 10,000 chiqmasa ham 8,000 chiqadi точно. Normalniy pul bor. Ishonsa bo'ladi sizga. Bo'ldi. Hisobmi? Hisob Atvet qildingmi? qildi-u. Ha, bo'ldi, davay. Boshlasak bo'ladi Don Zekini. Sen menga unaqa qarama. O'rtoq, sen boshlaysan, asli menga yuklaysan, o'rtoq. Bilaman-da, chunki vaziyatdan olib chiqib ketasan, o'rtoq. Yo'q, endi sen ham o'rtoq, endi ras o'zing chaqirding, o'zing anaqa qilishing ham kerak edi. Mayli. Atak uyimda bor, hozir yana 2,000 olib kelib qo'shib 10,000 qilib qo'yishim mumkin. Bo'ldi endi. Bo'ladimi? Boshlasak bo'ladi. Boshlanishiga yomon emas. Bo'ldi, o'rtoq, hisoba. Don Zekini boshlaymizmi? Bo'ldi, boshlaylik unda. Tayyormisiz? Tamomlik bo'lmasin. Bo'ldi, da. Don Zeki. Men yutdim o'rtoqlar. Endi shartlarni shunaqasi bo'ladi, ko'rasiz hali. Ne yutqizib qo'yding o'rtoq? Nimaga? Bo'shchi gapirmasan o'rtoq, menga umuman gapirmasan. Bilardim, qanaqadir sezgandim, yutishimni sezgandim. Sizga oson bo'lmaydi. Tayyormisiz shunaqa shartlarga? Tayyorman. Xullas, o'rtoqlar, meni vaqtim yo'q. Ertaga mana bunaqa kiyimda emas, kostyum shimda kelasiz. Chiroyli bo'lib keling. Anaqa ertaga meni ovqatlanishga olib borasiz, aylantirishga olib borasiz. Xullas, menga malikalardek muomala qilasiz. Pulingiz bor yo'q emas. Tayyormisiz? Poyingizga qaraymizmi shunga? Zot oliylarni. Biz emas, o'rtoq, sen ko'ngillariga qaraysiz. Salma qilasan. Men qarab turaman. Bular boshlovchi sizga tegishli hammasi. Bu chaqirgan men yutqizib qo'ydimi? Albatta. Zo'r. Xullas bolalar, tushundinglar gapimni. Kimga mikrofonni berishim kerak? Bering mikrofonni.
Men ketdim. Joyini ham aytib yuborarsiz o'zingiz. Qo'y, siz aytasiz ertaga joyini, men emas. Qizni qayerdan olib ketamiz bo'pti. Boraman, telefonni lokatsiyaga boraman. Mayli, Yaxshi aytib oling, ertaga ko'rishamiz. Kech qolmang faqat. Ha. O'rta. Shu operator ham sizga olib keting billa. Sizni olib uygacha ketaversin syomka qilib. Yo'lda nima chiqsa ham ana qilib ketaversin, sakrab o'tib ketaversin. Shunaqa ko'zlarga ko'rsataman, voy. Men bu ikkalasidan kutmovdim. Kecha ikkalasi ham lavz qilishdi. Odamchi bitta gapli bo'lish kerak-da, gapiga javob berish kerak. Telefon qilsam telefonini ko'tarmayapti. To'g'ridan hamda men kutib turibman. Bular shunaqa o'zi, gapiradi, soqqali ish chiqib qolsa, kemi ham qo'yaveradi. Har tuguri ana keldi, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Ana Shahzod ham kelyapti. Malades. Bo'lar ekan mana mashinaga kelsa odam kuttirmasdan. Voy Xartigular kelar ekansizlar, va alaykum assalom, assalomu alaykum. Tuzubsiz va kelar ekansizlar, va shuncha kutib turdik ikkalangizni. Oho. Tuzubsiz? Charchaman. Mana bu kishimiz ham kelyaptilar mana. Voy assalomu alaykum. Tuzubsiz kelishib olganmisizlar, bir vaqtda kelyapsizlar o'rta. Assalomu alaykum. Tuzubsiz o'rta to'xta. Siz mana mikrofonni taqaylik. Hoppa. Ichkarida joy bormi? Bo'ldi, beraver. Davr, mana shu ko'ramiz siz. Ay gulni berib yuboray qoling birinchi. Zulfiyaxon ketganingiz bilan tabiiy chiqib kecha aytdilar-ku. Yaxshi kiyinib keling, bu deb kiyim yoqdim sizga yaxshi. Da, zo'r bo'ladi. Tuzum bo'ladi. Bo'ldi. Zo'r kostyum. Endi bularni kuni-ku bugun. To'g'ri. Mikrofonni bo'lmasam sizga berib qol-ya. Keling, men sizga shu mikrofonni beraman hozir. Bo'rad chiroyli. Qani berib qo'ying. O'zingizdan bo'lsin, Yo, berdim. Sizlarni ko'raylik, boshqatda. Zulfiya gul yoqqan bo'lsa xursandman, lekin unaqa qimmat gul emas lekin. Nimaga oldingiz bu gulni bo'lmasa? Shu qiz xursand bo'lsin deb oldim. Вот именно gap niyatda, e'tiborda. Ko'rdingmi o'rtoq, sen o'ylaganingdan ham aqlliroq bu qiz. Tak, boshlanishi yomon emas. Endi qayerga boramiz? Birinchi ovqatlangani boramiz. Chunki qornimiz och bo'lib aylana olmasak kerak deb o'ylayman. Давайте. Aha, yuring. Eshikni ochib bermaysizmi? Eshik ochiq-ku. Voy, tushib ochib bering, qanaqasiz? Eshik ochiq, o'tiravering. Ishto, men chiroyli qizga eshikni ochib berish kerak. Ochib bering eshikni. Endi o'tiravering o'zingiz. Menga har doim eshik ochib berishadi. O'rganmaganman o'zim ochib o'tirishni. Ochib bering? Nima ochib beraman, o'tiraversin. Chiqadingiz kamaymaydi-yu, oching. Aytilgan gap o'tilgan yo'q, sen ochib berishing kerak eshikni. Bugun bularning kunlari. To'g'ri. Bugun meni kunim. Sendan nima ketdi, ochib bera qol do'stim. Kela qol. Oching. Shuni ochib o'tiravering. Keling, men o'zim ochib Yo'q, bera qolay. o'zlari ochsinlar, o'zingiz ochib berasiz. Bu ochdimi, men ochdimmi? Nima farqi Farqi katta, siz yutqazgansiz, ochib bering. To'xtang. Hozir. Oching eshikni. Voy, syomka. Voy, qizlar, ko'rdinglarmi, qanaqa jentelmen. O'zim so'ramasam ham eshiklarni ochib berdim. O'zlari o'tirg'izyaptilar. Rahmat. Endi nimaga syomka qilyapti? Qanaqa jentelmen aytgandim-ku, storiesimda jentelmenlar ko'p atrofimda deb. Rahmat. Yopib qo'ying endi. Yoping. O'g'ay, oshib ketmayapti. Nima eshikni o'zi ochsa bo'ladi. Ha, nima yoqmayapti? Yo'q, kastim shuni kiyib keldingiz. Meni kiyimim вообще ni при чем o'zi bo'ldida. Men o'zi shart bajarsam bo'ldi. Endi mayli, ko'yniga qaradik. O'rtoqlar, kastim shimni otdi. Kiyib kelyapman. Meni kiyimim вообще ni при чем o'zi bo'ldi. Sochi hurmatini qilib gul olib kelyapman. Keyin eshikni mayli ochib berdim-da. Nimaga videoga olib storiesga qo'yib qo'yapti? Beraymi shu arzon gulingizni? Arzon gulimmi? Hozir nima deyapsiz? Gap e'tiborda, yaxshi go'zal niyatda. Kamera uchun gapiribsiz-da. Ras ko'nglimga qarayapsizmi? Oxirigacha qarang. Nimaga g'urrum o'ynayaptilar? Agar sizga malol kelayotgan bo'lsa, men ketaman. Men o'ynamayman. Siz prosta kameraga qarab ayting. To'shto meni qo'limdan kelmadi, gapimga javob bera olmayman desangiz, men shundoq gulni ham hammasini qo'yaman, ketaman. Menga aylanish ham, restoran ham hech narsa kerak emas. Umuman kerak emas. Men ketaman.
Yo'q, yaxshi emas, ko'taravering. O'ynaysiz. Sovuqda turmayman o'rta. Bir minut keldi. O'rta sezyapsam, oxirgi payt yaxshi ishlar qilyapman deb o'ylab, meni вообще неудобный holatdagi qo'yib qo'yapsan. Ko'rsan o'rta, mayli oldingi safar men o'zim atilab qilgandirman hammasini, lekin bu safar vaziyat boshqacha. Bu tilimizda ham shu otdi, ko'rsan. Agar yoqmayotgan bo'lsa, mana kamera, xolis o'zing shunday kameraga gapirganda bo'ldi, men qila olmayman, gapimga javob bera olmayman degan bo'ldi. Senga bitta variant berdi. Xolis shu yerda to'xtatamiz shuni. Yutib qo'ygan bo'lsa ham senga mardlik qilyapti. Senga variant beryapti-da. Yoki uni qil, yo buni qil. Senga ikkita variant beryapti. Yo qilsang normallik qil yoki bo'lmasam sudovulstdim qolganini qilganda ketavermas. Yoki uni to'xtatib qo'yadi. Menga tez yoqqan o'rta. Variant gapirib yuboradi-da, hozir ketsa. Yo'q, variant beryapti senga o'rta. Mardlik qildi mana. Eshikni ham ochib berdim. Nima keragi bor ani? Stories qiladi. Endi ularni kuni-da bugun. Nima qilishing? Sen gapirdingmi o'rta? Bo'ldi. Men gapimga javob beraman dedingmi? Gapingga javob berib, qo'yib qo'y bu. Sen o'rta, nimaga meni tushunman deyapsan? Sen qolsan-ku ko'rsin. Kelinglar, vaqt bo'ldi уже. Bo'pti, o'tir og'ayni. Hozir stories qo'ydingiz-ku, ko'radi Instagramdagilar. Keyin aytmaydimi Shahzod gul berib, eshigini ochib berib, podxod qilib yuribdi deb o'ylaydi-da. Xo'p, nima qilibdi stories qo'ygan bo'lsa? Xursand bo'lmaysizmi? Mendaqa chiroyli qiz storiesiga sizni qo'yganidan. Voy, muncha kibrsiz. Siz kibrsiz. Men bilan normalga gaplashing. Ehtiyot bo'ling, shartni bajara olmasligingiz mumkin. Bugun meni kunim. Bo'pti, Zulfiya qarang, sizni nima deb chaqirishadi? Zulfiyami, Zulichkami? Nima deb chaqirishadi? Kimga qanaqa udobniy bo'lsa, shunaqa chaqirishadi. Bo'ldi, unda sizni Zulichka deb chaqiraman. Yo'q, Zulfiya deb yuring. Qarang, erga tegasiz-ku. Eringizga ham shunaqa muomala qilasizmi? Menga qarang, вообще-то birinchidan men erkim, unga qanaqa muomala qilishni juda ham yaxshi bilaman. Ikkinchidan bunaqa temalarda umuman ishingiz bo'lmasin, tushundingiz? Shundoq chiroyli, sochlari yuvilgan, zo'r qimmat kiyimlar kiyib olgan, atirli sevib olgan Zulfiyaning tilidan chak bol tovyapti. Muncha zaharsiz qiling. Ishingiz bo'lmasin, bundoq. Sizga bitta savol. Qachon turmushga chiqmoqchisiz? Yaxshi, ko'nglimga yoqadigan inson bo'lsa, chiqaman. U ko'nglingizga yoqadigan inson qanaqa bo'ladi? Hozir aytsam spisk bo'ladi, mana shunaqa. Ha, aytib ko'ring. Chiroyli, aqlli, kuchli, menga nisbatan ancha kuchli bo'lish kerak. Bo'ylari baland, pul topadigan, yaxshi pul topadigan, uy-joyi bor, mashinasi bor, MMA deyladimi, shunaqa bilan shug'ullanadigan sportsmen bo'lish kerak. Sen aytmayaptimi? Shunaqaga o'xshyapti. Nima? Hichamdi. Bo'yi baland dedingiz. To'g'ri, men bo'yim 1.90. Endi qarang. Mashina dedingiz, mashinam bor. Uy dedingiz, uyim bor. Misol uchun-da, kelgan именно MMA sport turi dedingiz. Menda hammasi bor, siz menimcha meni aytyapsiz. Bo'ldi qilinglar. Bugun men o'zi kulamanmi yo yana shunaqa erta emas, jonimga tekkan o'zi. Meni olib boringlar biror joyga. Qani shu kameralarni olib kelib, men hozir bitta narsani gapirib olay. Endi xohlagan gapini gapirib tashyapti bu qiz. Menga qarang. Bu Donnozikini o'ynab bo'lganimizdan keyin yana bitta Donnoziki o'ynaymizmi yoki bitta yutib oldingiz bo'ldimi? Shartlarni qildirib qochib ketasizmi? Yo'q, nimaga? Agar shartlarni yaxshi bajarsangiz, menga yoqsa, farqi nima, men o'ynayveraman. Ha, bugun shart qanaqa bajarishimizga bog'liq. Shart qanaqa bajarishingizga, gapingizda qanaqa tura olishingizga bog'liq. So'zmi? So'z, конечно. Bo'ldi, gap yo'q mana. Krupniy ovoldik, buni ertaga sun'iy intellekt, Men bitta gapiraman. Bo'ldi, gap yo'q. Zulfiya mana qarang, men ko'p ahamiyat beraman. Instagramlarda tarqalib ketgan-ku mana erim boy bo'lsin, unaqa, bunaqa deb gaplar tarqaladi. Shu nimaga hamma ayollar detalniy mana shu boylikka, pulga, uyga, mashinaga, materialni detalniy ahamiyat berishadi. Shu narsaga nima hammalar shunaqasizlar? Mana sizga oddiy matematika. Uyingizda svet yoqasizmi? Pul to'laysizmi? Gaz yoqasizmi? Pul to'laysiz. Produkti hammasiga pul kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Prosta yashashingiz uchun hozir pul kerak, hammasi uchun. Havoga ham pul to'laysiz hozir. Mana, например, sizga hozir sochi yuvilmagan, o'ziga qaramagan, atir sepmagan, bo'yanmagan qizlar yoqadimi? Yo'qmaydi, to'g'rimi? Uni ham o'ziga qarashiga, tirnog'iga, makiyajiga, kosmetikalariga, kiyimiga pul kerak-ku. Pulni siz topasizmi? O'rta, senga bu mana zo'r qilib tushuntirib qo'yapti-da, mana svet gazdan deyapti-ku. Hozir bildingmi? Ani
rezinka tapchika bor-ku, shu og'zingga urib tashladi gap bilan. Yopib tashladi lekin mana sen hozir как-то bunga bosim berding-ku, nimaga materialni bo'lib ketgansizlar. Yo'q, bu aytayapti, o inson просто tak uyingda chet elga borish yoki qo'shimcha nimalardir olish, u yoqda tursin, просто nafas olib yashayotganingga pul kerak-ku даже deyapti. Hayron qoldim shu narsaga. Endi savollar ham yorvording-da o'rtoq, shunaqa kalta yeysan. Bo'ldi, ketamizmi? Qornim och qolib ketdi. Bunda o'ylab qaranglar-da, men qiz bola boshimga shuncha ishlayman, mehnat qilaman, pul topaman. Dardi ochilib qoldi bu. Ha. Nimaga endi erkaklar pul ishlamasligi kerak, mehnat qilmasligi kerak? Nimaga shunaqa bo'lishi kerak? O'rtoq, sen gapirib qo'ydingmi bizga? Nimaga men yugurib pul topib mehnat qilaman, bu yoqda men mehnat qilmaydigan, pul topmaydigan yigitga turmushga chiqib ketishim kerak? Nimaga berding shu savolni o'zi sen? Pul, material. O'zinglar boshladinglar, mamma. Men bilmay qoldim nima qilganimni, hozir hayron qoldirdi. Men aytmayman, to что ishlab pul topib, endi maksimalni ishlab mehnat qiladiganlar haqida emas bu gap. Bu dangasalik boshqa tema umuman. Masalan, uyda o'tirib, divanda yotib olib, reels kovlab, u boshqa tema вообще. Ammo bu ishlab, mehnat qilib, maksimal darajada ishlab, endi nech pul topadi? 4 million, 5 millionmi? U boshqa tema. Baribir ham erkak kishiga uyatda, uyda o'tirib olib, negativ yozib, reels kovlab ishlamaslik. Men shunaqa bolalarni yoqtirmayman, вообще hurmat ham qilmayman. Siz aytyapsiz hozir, siz aytyapsizki, maksimal darajada harakat qilyapti-da, 5 million olyaptimi, 10 million hech kim necha yil bo'lsa ham, uni aybi yo'q, qancha kam yoki ko'p topayotganini. Uni urg'u nimaga berilyapti? U harakat qilyapti nima bo'lsa ham. Lekin prosta oyoq qo'li sog' bo'lib turib uyda yotish erkak kishini bu chiroyli emas. Sog'lom bo'lib turib uyda yotadigan erkaklar qancha, lично o'zim taniyman, baribir ham bu uyat. Prям uyat. O'zbek imенно bizani o'zbek erkaklarga yarashmaydi bunaqa narsa. Uyda o'tirib, xotini u yoqdan mehnat qilib pul topib keladi, eri esa uyda o'tirib olib, sen savol berayotgan endi o'ylab savol ber, iltimos mana shu qizga, og'ayni. Dardi ochilib ketdi buni, qara. Yo'q, haqim olmasam aytinglar. Yo'q, lekin o'rtoq bitta narsa, rostdan to'g'ri gap gapiryapti. Haqiqiy gap gapiryapti. Erkak kishi hamma yog'i sog' bo'lib turib uyda o'tirsa-da, ayoli borib ishlab kelsa, bu yaxshi narsa emas. Men ham fikrga qo'shilaman. Erkak kishi qancha mehnat qilib topadi, masalan, pul topadi. Necha pul topsa ham u barakali bo'ladi. Ha, erkakniki barakali. Erkaklarning puli barakali bo'ladi. Yo'q, erkakniki barakali. Ma'noli gapiraman doim. Ha, erkakniki barakali. Har doim erkak kishi mehnat qilib ishlashi kerak. To'g'ri. Hayron qoldingmi o'rta? Yorvordi-yu, savolingga shuncha javob mana. Ha, sen uyingga borguningcha yetadi. Hali ko'p hayron qolasizlar. Men qarab o'tiribsiz. Siz uncha aqlli qizsiz. Yuramizmi, yo'qmi? Yuramiz bo'ldi, ko'p qolib ketdi, ko'p qolib ketdi. Sizga savol beraman. Bering. Masalan, hamma erkaklar ham xohlamaydi ayoli rulda o'tirishini. Siz nima shu fikringizni bildiring. Ayollar rulda bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Yaxshimi yo sizga yoqmaydimi? Yaxshi haydasa o'tiraversin rulga. Agar odamlarni hayotiga xavf solmasa, yani bir xilgina mashina haydashni bilmasa ham o'tiraveradi-ku. Da. Shunaqa bo'lmasin deyman bu. Agar haydashni bilsa, yo'q, ba'zi erkaklarning tipa g'ururiga tegadi-yu, ayol kishi rulda bo'lsa, u yaxshi emas deyshadi. G'ururiga tegadi do'sti. Da, g'ururiga tegar ekan ayol kishi rulda bo'lsa. Men hech ahamiyat bermagan ekanman Zulfiya, to'g'risini aytsam, lekin общий qilib aytadigan bo'lsam, agar mashina haydashni yaxshi bilsa, o'sha ayol Farqi nima deng? haydayversin. To'g'ri. To'g'ri. Masalan, mana deylikda, men ertalab ishga ketsam, bolalarni bog'chaga olib borish bor, to'g'rimi? U bor, bu maktabga olib borish bor. Endi uylansam, anaqa bo'lsam. Marshrutga taksida bolalarimni sudrab yurgandan ko'ra mashinada olib borib, siqqan olib borib kelsa yaxshi-ku. Zo'r. Javobingiz yoqdi. Yoqdimi sizga? Конечно. Har tugura. Bo'lmasam shartdan o'ta olmadi olarmidi mana. Yo'q, hozircha yomonman. Yaxshimi? Lekin Shahzod hayron qoldiryapsiz. Nimaga? Gaplarim bilanmi? Ya'ni ko'rishidan bunaqa gaplar gapiradigan qizga o'xshamaydi. Olibdi, faqat kiyinib, o'ziga qarab. Nimaga? Kiyinib olifta yuradigan qizlar aqlli bo'lishadi, bilasizmi? Ular hamma narsaga ulgurishadi.
Unda nimaga olifta kiyinib yurishadi? No, endi gap olifta kiyinishda ham emas, вообще-то gap ko'rinishda emas, lekin baribir ham chiroyli ko'rinib, ham aqlli bo'lsa boshqacha. Yo'q, u juda yaxshi ko'rinishiga odam o'ziga qarab yursa, ayol kishi u juda zo'r. Men qaysi ma'noda aytmoqchi edim? Kimdir o'ziga qarab yursa, bundoq qarab, bu yaxshimi, unaqa demoqchi emasman. Prosta men bu o'zbekcha fikrlar ham bor ekan, bir toza fikrlar ham bor ekan-da sizda. Ana sochi boy aytdingiz-ku, harakat umuman dangasalik boshqa mavzu deysiz. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qildi, qancha topsa u o'sha peshonasidan, lekin unga, короче, urishish kerak emas u bilan. U 100% to'g'ri gapingiz. Men o'z bunaqa narsalarga qattiq qarayman, masalan, qancha pul topsa ham, erkak kishimi, ayol kishimi, Alloh bergan nasibani u oladi. Topa olmaydi undan oshig'ini. Undan oshig'ini topa olmaydi u. По-любому, masalan, Xudo qancha nasiba yozgan bo'lsa, peshonasiga shuncha topadi. O'sha uchun ham pulni ketidan quvib, erim buncha pul topsin desam ham baribir ham men xohlaganim bo'lmaydi. Nasibasi bo'ladi. Mana tayyor qiz. Ana Variant sanga Yana tiqishtiryapsizlar meni. Voy, shu temalardan qochib yuribman o'zi. Chunki boshidan уже aytdingiz, что bo'yi uzun, sportsmen. O'sha yerda ichidigini gapirib qo'ydi lekin. Voy, bunaqa bo'yi uzun, sportsmen yigitlarni hamma qizlar masalan xohlaydi. Bo'yi uzun bo'lishini, sportsmen bo'lishini. Nega imini MMA bilan shug'ullanadi? Imini MMA. Bilmadim, menga yoqadi. Shu savolni berdim-da. Nimaga yoqadi? Shahzodmi? Yo'q. Shahzodmi deydi. Voy. Ya Zulfiya hazillashyapti. U hazil. Qo'yni toza bola bu, yaxshi bola. Tushundim. Endi boy o'zingiz ham gapirib qo'ydingiz lekin shu joy. Nima xuddi meni tasvirlab qo'ygandek bo'ldi-da. Bo'pti. Mana qiling. Bo'pti, men tekshirsa bo'ladi. Mana shu chiqqandan keyin, video chiqqandan keyin iminda o'sha joyda masjidda kommentariyada yozinglar. Bu qiz iminda meni tasvirladimi yoki yo'qmi? Yoki bizga shunaqa tuyuldimi? Вообще-то MMA bilan shug'ullanadigan bitta bular emas. Ko'p bunaqa odamlar, bo'yi o'zidan bitta siz emas. Bo'ldi, bo'lmasam sizlar o'zingizlarning fikrlarni qoldiringlar. O'sha payt sizlar ham bizdagi fikrladinglarmi yoki neytralniy o'sha общий hammaga aytilgandek fikrladinglarmi? Shuni yozib qoldiringlar. Yaxshiyam qoshlari qalin bo'lsin, BYDda yursin dedim. Gapirardi, o'shani ham gapirardi o'rtog'im. Yaxshiyam aytmayman, bo'lmasa bilmadim. Xayolingizda tiqilib qolmadi. Sen o'sha to'xtatib qo'yding, o'rtoq esiga tushirib qo'yding. Esiga tushirib bo'lmasam, xayollarida o'sha men rozidek turgan bo'lardim. Lekin mana narsa bor, Zulfiya, ayolingiz bo'lsa, shu uyingizga talpinadigan darajada shu xohlarkansiz shu narsani baribir. Tushungani demoqchimanki, o'zingizni shunchalik olib yurishingiz ham bu yaxshi. Shu qanaqa toza, ozoda. Men siz bilan oldin ishlaganman, hech narsa sizni ko'rmaganman-da. Shu palapartish yoki bo'lmasa kirroq kiyimlarda, dog'-duq kiyimlarda yoki sochlaringiz anaqa qilinmagan, hech men uchratmaganman sizni shunaqa. Bu juda ham zo'r. Lekin menimcha hozir hamma qizlar ko'pchilik o'ziga qarab yuradi deb o'ylayman. Bo'ladi, har xil kun bo'ladi masalan, lekin syomkaga обязательно soch toza bo'lish kerak. Ну, chunki по-любому kadrda chiroyli ko'rinmaydi, bir kun yuvilmagan bo'lsa ham. Buni qizlar yaxshi tushunishadi. Sizlarga nima qiziq bor bu narsalar? Yo'q, endi buni qadrlash kerak degan ma'noda aytamiz-da. Lekin hamma qiz o'ziga qarab yursa, bu baribir yaxshi-da. Также o'g'il bolalar ham. Вот, qarang. Odam boy bo'lmasligi mumkin, mansabdor bo'lmasligi mumkin, kiyimlari juda qimmat bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha kiyimi oddiy bo'lsa ham yuvilgan bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Deb hisoblayman. Men ham shunaqa hisoblayman. Kiyimi yirtib bo'lsa ham toza bo'lishi kerak. Toza bo'lsin, da, shunaqa. To'g'ri. Qarang, o'xshar ekanmiz bir-birimizga. Ja, o'xshamasak ham fikrimiz bir joydan chiqyapti. Qarang, sizga yoqdimi shu joy? Qarang, mana shu joyga bir nazar soling. Yoqdimi sizga shu joy? Da, вроде бы yaxshi joy. Chiroyli joymi? Kiramizmi? Tushing. O'zi yoqdimi sizga? Hali kirib ko'rmadim, lekin o'zi ko'rinishi qalay? Ko'rinishi yaxshi, yomon emas. Kirsak bilamiz-da hozir. Sizni kirishdan oldin ko'zingizni boylasam maylimi? Ko'zingizni boylab olib kirsam maylimi? Nimaga? Уже ko'rib oldimmi? Yo'q, endi bu siz xo'p deng yoki yo'q deng? Mayli. Ko'zingizni boylab olib kirsak bo'ladi. Boshdan qo'shib joy topib olinglar.
O, syurprizmi deyman a? Romantik shamlar. Disk ujunda. Bo'l, ko'zni boylash kerak edi faqat. Xo'p, давайте. Shunga arzisin-da, чтобы chiroyli bo'lsin shamlar qo'ying, чтобы men Instagramga qo'ying, xo'p? Aha. Voy, ko'p qattiq bo'lyapti. Ha, bo'ldi. Mana shuni olib ketsam bo'ladimi sizni? Sal, aha, bo'ladi. Ana mushugini boylayapti, yoz ko'chada ko'plar daraxtga chiqib ketmasin deb. Mayli, boraylik kishi. Men bo'lmasam joyiga gaplashaman. Davay. Aha, xitot bo'lib yurasiz, xitot bo'lib yurasiz. Sharsa ko'rmayapman. Ha, o'zi shunisi-da gap. Sekin yuramiz. Xitot bo'ling, oyoq istagiga xitot bo'ling. Xitot bo'ling, xitot bo'ling, xitot bo'ling, xitot bo'ling. Chapga qayilamiz, chapga. Chapga. Aha, yaxshi ketyapsiz, yaxshi ketyapsiz. Issiqqina ekan a? Ha, endi ichkariga kirdingiz, sekin o'ngga qayilasiz. Yog'ni hidimi? Yog'i? Mana kiramiz, sekin, chapga. Xitot bo'lasiz. Bo'ldimi? Ya, ha, qo'lingizni stolga qo'ysangiz bo'ladi. Past stolga, aha, sekin o'tirasiz. Shu yerda divan bor. Gulimni qo'y. Ha, gulingizni qo'ying, sekin. Sekin o'tiring. Sekin. Bo'ldimi? Ya, o'tiring. Hozir oching, nima ochasiz? 1, 2, 3. Fast foodmi? Nimaga fast foodga olib keldingizmi? Ha? Sevgan qizingizni ham shunaqa joylarga olib kelasizmi? Siz meni sevgan qizim emassiz-ku. Yo'q, men fast foodga keladigan qizga o'xshaymanmi? Ya qarang, siz menga aytdingizki, meni ovqatlangani olib borasiz, aylantirasiz dedingiz, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Lekin siz qayerga olib borishimni adres bo'yicha aytmadingiz-ku. To'g'rimi? Ya, to'xtang, to'g'rimi? Bu men demak yomon ish qilmaganman yoki o'yin qoidasiga zid ish qilmayapman. Yoki siz bunaqa joylarni mensimayapsizmi? Ayting, agar siz men bunaqa joylarni mensimayman desangiz ketaveramiz. Shunaqa mensimayapsizmi buyog'ini? Gap mensimaslikda emas. Ko'zimni boylaganingizga biror normalniy syurpriz qilasiz deb o'ylagandim. Vot, qarang, syurpriz degan so'zni ma'nosi nima? Yo'q, kutilmaganda sovg'a qilish. Vot, siz restoranni kutdingiz, to'g'rimi? Men kutmagan narsangizga olib keldim. Demak, syurpriz bu ham. Yo'q, men nimaga shuncha kiyinib, yasanib keldim? Fast foodga kirish uchunmi? Yana yog'ni hidi bo'ladi, o'tirmayman men. Siz shuncha aqlli gaplarni gapirdingiz-da, lekin hozir menimcha chiroyli, nekrasiv ish qilyapsiz ekan. Yo'q, chiroyli qizni chiroyli joyga olib borish kerak-da, bunaqa joylarga emas. Bilganimda boshqacha kiyinib kelgan bo'lardim. Bo'pti, anaqa nima zakaz qilasiz? Ko'k choy. Siz yemaysizmi? Yemayman men bunaqa narsalar. Yog'li, jирный прям. Men noto'g'ri ish qilmadimmi? Siz adres aytmadingiz, to'g'ri? Bo'pti, ko'k choy ichasizmi men? Ko'k choy ichaman. Aha. Shakar solsinmi? Yo'q. Solmasinmi? Bo'ldi. To'xtang, siz ko'k choy ichsangiz so'g'ingiz oshib ketmaydimi? Nima u so'g'ingiz? Ana, so'g'li, issiqli bo'ladi. Agar so'g'ingiz oshib ketsa, uxlayotganingizda so'lingiz oqib ketadi. Birinchi marta eshitishim. Hech narsa menimcha bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ardam ichib Pastel beraman. ko'k choydasiz-ku. Men ko'k choy sizga qarang. Menimcha sizga podarka qilib berib yuborish uchun. O, rahmat. Zo'r podarka ekan. Nima bu? Bu chakchak bo'lsa kerak. Chak. Bo'pti, choyimni aralashtirib berarsiz, хотя бы. Voy, shuni ham qilib beramanmi? Конечно. Voy. Free yemaysizmi? Jentlmen bo'ling oxirigacha. Buni ochib, yo'q, rahmat. Yemayman jирный. Jирный emas-ku? Хочу. Mayli. Hozir ruscha yaxshi bilasizmi? Yo'q, chala bilaman. Men qancha Ruschani ham, o'zbekchani ham, tojikchani ham chala bilaman. Bir kun instamizda tojikcha deganingizga esim tushib ketdi-da. Tojik qiz. Yo'q, o'zi tojik, lekin uni tojikligini bilmayapti. Qurdoshlarim. Orqasidan ikkalasi jah tarafini keltiryapti. Voy, chiroyli ekan, unaqa dedi. Ana qiz o't yulsa bo'tlikda. Shuni aytdi-da,
nima dedi? Men medonam dedimi? Nimadir ketib yubordi. Ana og'ayni muz deydi, ko'rsangiz. Sizga yana xonim ko'kchoyingiz. Rahmat. Qarang. Siz har kuni restoranlarda ovqatlanib yurasizmi? Ha? Kim olib boradi sizni u yoqqa? Nima deganingiz bu? O'zim o'rtoqlarim bilan boraman. O'rtoqlaringiz ham pul ko'pmi? Endi kim uchun ishlaymiz? O'zimiz uchun ishlaymiz. Qadrimizni bilamiz, yuramiz mazza qilib. Restoran. Ikkingiz bor? Unda anu Instagramga gullar sovg'alar qo'yasiz, o'shalarni kim beradi? Nima edi sizga nima? Transfer etib qo'ydik. Mana siz tarafga qarab kelayotgan bolalar bo'ladi, jiddiy niyatda. Instagramingizni ko'radi, buni gul beradigan odami bor ekan, yaxshi ko'rgani bor ekan deb aytib ketadi. Oy, shunaqalarni tushunmayman. Nima endi menga gul kelsa, podarkalar kelsa, imенно yigit beradi degani emas, balkim akam berar, balkim adam berarlar menga podarkalarni. Ну, тем более qizlarni oshig'i bo'ladi. Adres I love you deb yozib yubormasalar kerak gulga. No endi menga gul yuborishsa, bu men ham u bilan gaplashaman degani emas. Xullas, anaqangiz yo'q, yigitingiz yo'q xullas. Yo'q, xullas. Aniq, lekin men kameraga yozib qoldi gaplaringiz lekin. No, tiniq yigitim yo'q, yozaversin. Ну, доказательство. Zo'r gapirdi, lekin jag'imga javob do'st yozar. Конечно. Yaqinroq keling. To'liq Oy, chiqsa. Xudo. Yigitingiz yo'q siz-a? Yigitim yo'q. Точно. Qizlarga gul keladi degani bu yigiti bor degani emas. Просто chiroyli qizga ухаживать qilishadi. Qarangda, hozir bor-ku. Buni yigitingiz, mana shu videoni yigitingiz ko'rib turgan bo'lishi mumkin-da. Chosmi shancho tinnu qilib gapirib olavering, ana tinnu. Aniq tiniq yigitim yo'q. Bo'ldi, o'sha ko'rayotgan bola siz yigit deb hisoblamas ekanda. Siz endi demoqchimanki, 700 gul jo'natsinmi, men ham uni yaxshi ko'radigan bo'lamanmi, do'stku, Ну, to'g'ri? конечно, bu gul jo'natdi. Men undan so'rab olmayapman-ku, o'zi xohlab meni yoqtirib qolib, menga gul jo'natdi. Menga farqi yo'q. Bu yog'i O'zi ultimatum. bilan. Yo'q, lekin logikali zo'r ishlatdi. Nima qilamiz endi? Men bunaqa qarayapsiz. Siz bilan oldin ishlaganmiz-ku. Men sizni hech bunaqa yaqindan tikilib, e'tibor berib qaramagan ekanman. Siz anu realniy, tabiiy chiroyli qiz ekansiz. Bo'y bastingiz ham, figurangiz ham chiroyli ekan. Yo'q, og'zingizni unaqa ochmang. Bo'ldimi, yeb bo'ldingizmi? Rahmat. Gulingiz qolib ketyapti-yu sizni. Olib chiqarsiz. Zulfiya nima bo'ldi endi? Ko'z o'ylaytiryapsiz menga. Sizgami? Ha, menga. O ko'z olaytirganim yo'q sizga. Yo'q, chiroyimga gapirdingiz, indamadim. Sochimga gapirdingiz, indamadim. Figuraga nima bor gapirib? Ko'z olaytirishmasmi bu? Tavba qildim. O ko'z olaytirmadim, men prosta borini aytyapman sizga. Kerak emas menga bunaqa. Bo'pti, ko'z olaytirdim. Bo'ldimi shuni? Til nima deyiladi, короче. Olasizmi, olmaysizmi? Olaman. Olasizmi gulingizni? Olaman. Mana. Bering. Rahmat. Ovqatlanishni ham mazza qildik. Zo'r ekan restoraningiz. O'tiraylik, ketaylik. Bo'pti, o'tiring. Sovuq Ochib bermaysizmi eshikni? Yana ochib beraman men eshikni. Конечно, men sizga har doim o'rgatib turishim kerak. Sovuq dedim, pidjakimni beraymi dedingiz. Ha desam hech bermaysiz. Mana. Yo'q, endi shuni ham gapirib qo'ymaysiz. Shu kam bo'lib qolmasin. Endi o'zingizdan bilib qiling-da. Mana. Lekinchi juda bir ma'nosiz ish bo'ldi-da. Nimaga? Moshinaga o'tiradigan joyimizda kasbimga hech nima qilasiz. O'zingiz eshitdingizmi, emas? Rahmat. Ay. Tavba, xudo. Odamni yutdim deb xo'rlash kerak emas degan. Zulfiya, charchamadingizmi? Charchadim, kun bo'yi ishlaydim. O'rta balki yonma-yon o'tirib olarsizlar. Charchadim, bo'pti, ko'rdim. Bo'lsa charchadingizmi? Kun bo'yi ishlaman dedingizmi? Kun bo'yi ishda bo'lsangiz-da, aniq. Terlamagansiz, ilgili kiyimlar. Endi men akkuratniy qizman-da. Har doim shunaqaman. Terlamaysizmi umuman? Yo'q, terlamayman. Zo'r. Bizga ham yo'qmi shunaqa funksiya? Endi bu odam o'ziga bog'liq. Lekin kakras Simba mehmonxonasida ishim bor. Agar ma'qul bo'lsa, sizga o'sha dam olib turasiz, biz ishimizni qilib olamiz. Zo'r bo'lardi, lekin 1 soat uxlab olardim. Bu kakras 1 soat chotki. Bolalar o'tiringlar, ketdi.
Ana Zulayho keldik. Zulayho. Zulayho. Zulfiya. Zulayho. O't mana Simma mehmonxonasi. Krupniy kadrlarda olib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir ozgina ishimiz bor bu yerda. Ungacha Zulfiya uxlab oladi. Normalniymi ish qilib? Bemalol san nechga chiqib qolding-ki o'rta? Doringiz bermisan? O'rtoq keldi. Birga kirgan tog'imizdagi voy hurmatlar qizni. Uxlashiga sharoit qilib beryapman. De, bitta anaqani gapiryapti hozir. Mendan oldin kirib ketyapti. No, va oxirgacha gentleman bo'ling. Yo, oxirgacha gentleman bo'lamiz. Endi uxlashigacha sharoit qilib beryapmiz aslida. No, nima qilibdi? Bitta uxlashimgacha ekanda sharoit. Buni o'zi ham bitta kompliment. Balki liftdan ham birinchi o'tish qarishlari kerak. Balki 8, 9 Xitoyda o'rtoq. Ehtiyot bo'ling. Yana narsa anaqa orqangizda anaqa bor. Ehtiyot bo'ling. Mana ham tikib ketamiz. Mana mehmonxonaga keldik. Kiring. Zulfiyani o'zi uchun mana Zulfiyani o'zi uchun shu 1 soat uxlab olishi uchun mana shu xonani oldik. Hozir mana shu yerda Xurrayni otib 1 soat uxlaydi. Men Xurraga otmayman, lekin rahmat. Главное oyna, vau, oyna bor ekan. Jazo. Sizga oyna bo'lsa bo'ldi. Shu Oyna bo'lsa hamadani surib turishingiz bo'ldi. Sharoit bo'lsa shunaqa bo'lsin ekan. Rahmat. Yo'llagan. Har qayerda Simma mehmonxonasiga u yani nozik mehmonlarni olib kelsanglar, uyaltirib qo'ymaydi. Mana xonalarni ko'rsanglar juda ham zo'r. O'ta go'zal. O'ta go'zal. Mana Soat uxlasanglar 8 soat bitta jimjitda. Rahmat sizlarga sharoit yaratib berganingiz uchun. Men Zulfiya bo'lmasam-chi, siz bemalol uxlavering. Biza pastda примерно 1 soat ishimiz bor. Zaryadkaga ham qo'yasan narsalaring. Bemalol sizdanmi? Ha, siz uxlavering, dam olavering. Bo'pti, mayli, charchamang. Xo'p. Endi yur. O'y operator. Qog'ozga kelyaptimi? Qog'ozga kelyaptim. Chiq. Bo'p, Zulfiya. Tak. Ozgina ish bor. Poyga olib keldim. Bo'lmasam ishlarni ham qilaylik. Ha, ishlab qilaylik. Qo'ydim ekan Zulfiyan o'ziga. Endi uxlab olsan, hozir dam olish kerak. Ha, kim buni uxlashga sharoit qilib beradi? Uni oldinga gul beryapsiz. Gul berdik. Kastimda yuribman sovuqda. Hech kimga eshikni ochib bermagan, eshik Eshikni ochib. Stories ham qo'yardi, orada. Zulfiya xafa bo'lmaysiz ham. Bunaqangi darajada. Bo'ldi, endi bo'ldi. Kamerani o'chirib tursak ham bo'ladi. Biz ish qilib bo'lib, keyin bir Zulfiyaga aloqaga chiqamiz. Где-то shu 1 soat syomka qilamiz. O'rtoq bo'ldi-yu, 1 soatchi bo'ldi. Ha, o'rtoq bo'ldi. Ko'r. Bo'ldi уже. Ko'r. Uyqudagi malikaga. Ishlaring bitirib olding, sana o'rtoq. Ha, bo'ldi. Ketsak ham bo'ladi. Sen agar turgan bo'lsa chiqib ketamiz. Alo. Zulfiya, yaxshimisiz? Yaxshilamadingiz? Uyg'ondingizmi? Ha, 20 yo'q, uyg'ongan. Bo'ldimi, ketamizmi? Bo'ldi. Xo'p. 20 bo'lgan ekan uyg'ongan. O'zam chiqaramizmi? Chiqaramiz. Zaryadka bo'lsa, telefon zaryadkasi kam ozgina qo'yib turaman, sen chiqib ko'rgan bo'lsan. Biz olgandan. Zaryadkasi bor, telefonni berma. Bir Tarkiga qo'yishim kerak uni o'rtoq. Mana zaryadkasi bor. Bunda yaxshi-ku. Mana shuni olib tushib bo'lmasa, ketamiz. Bu yoqni qarab tayyorlab turamiz o'rtoq. Uyqudagi malikani oldiga chiqamiz biz. Tak, malikamiz eshiklari ochiq, cho'ta. Zvonularni bosamizmi yoki? Zulfiya o'zi ani kirurmayman endi. Menda bu yoq deganiga eshik ham ochiq ekan. Kiramiz. Zulfiya. Qattasiz?
ham yo'q. Chiqib ketdimi ko'chaga? Bo'lmasa ish qopdi-yu aka. Ish qopdi nima qiladi? Voy! Voy, mikrofoni. Zulfiya. Siz yosh bolamisiz? Bekor oldingizmi? Bo'laman, zerikib ketdim sizlar bilan. Faqat seryozni yurasizlar. Qarasizlar. Hozir qo'rqitmoqchimidingiz hozir? Qo'rqitmoqchi edim, siz qo'rqmaskansiz hech narsadan. Voy, mashina kirdingizmi, erinmasdan shu qo'rqitaman deb. Sig'ganim Zulfiya. qarang. Kattamiz-ku Zulfiya. Xo'p, nima qilibdi katta bo'lsangiz zerikdim dedim-ku sizlar bilan. Bo'ldimi? Uxlab bo'ldingizmi? Bekina bo'ldingizmi? Endi Bo'ldim, ketamizmi? To'xtang, hali bo'yanib oling. Men uxlab bo'ldim, labimni bo'yashim. Siz aytayotdingiz-ku, ani tabiiy chiroyliman, tabiiy go'zalman deyotdingiz. Bo'yanish kimga bor? Tabiiy ham chiroyliman, baribir bo'y qiz bo'yanadi. Hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda. Unda shu joyda kommentariyaga yozinglar, bo'yanadigan yo bo'yanmasdan yuradigan qizda ham qolganmi yoki yo'qmi? Zulfiyani gapida qanchalik jon bor? O'shanga. Ana hozir Zulfiya bo'yanish jarayonida bo'yamabdilar. Ancha o'zlariga oro. oldingizan. Yo, xohlasangiz mana chiqib turaman, men chiqib turaman. Lekin menga bitta narsa qildi, Zulfiya, men ko'zinglarni, kiprikinglarni bo'yaysizlar-yu. Men o'shanda og'zinglarni ochib bo'yaysizlar. Sizga shu ham qiziqmi? Nimaga shunga ham aralashaverasiz? Aqlingiz yetgan ishga aralashing, iltimos. Aqlim yetmaydi ham narsaga. Siz aqlingiz yetmaydi. Normal savol bering. Shunaqa ham savol beradim. Bu oddiy refleks. Qizlar tush surganda og'zi ochiladi. Bitta ursa sizni ham unda qochasiz-ku. Ha, to'g'ri. Bermang shunaqa. Lekinchi Zulfiya, siz jahldorroq bo'lib qolibsiz, lekin oldin unaqa emas edingiz. Oldin ham shunaqa edim, siz bilmasdingiz prosta. Bilmasdim oldin. Oldindan nervli bo'lganmisiz? Nervin emasman, prosta jahlim chiqarishda shunaqaman. Shunaqami? Da. Bilasizmi nima? Rasmlaringiz selfie bor-ku, tushasiz. Ishi ужасный. Bo'lmag'urmi? Bo'lmag'ur, umuman tusholmaysiz rasmga. Sizniki qanaqa? Meniki chotki. Давайте sizga lifehack o'rgatay lutshi. Rasmga tushishmi? Selfiega mana bunaqa qilib tushasiz-ku, xushamaysiz sizda. O'rgatasizmi? Zo'r lifehack bilaman. Qarang, masalan, pastdan burunni uchiga qaraysiz rasm tushganda. O'rtadan boshni tepasiga qaraysiz. Selfie tushayotganda shunaqa qilish kerak. Da, selfie tushganda o'rtada masalan bu rakursdan mana shu yerga qaraysiz, boshni tepasiga. Voy, ko'rmayapsiz. Tepadan qoshni o'rtasiga qaraysiz. Shunda rasmlaringiz zo'r chiqadi. Siz qayerdan o'rgangansiz buni? O'zim o'rganganman, lifehack. Buni tekinga o'rgatdingiz hozir bizga. Tekinga o'rgatdim. Может, pul berasizmi, balkim. Pullaringiz ko'payib ketsin. Rahmat. Mana sizlarga ham tekin lifehack ko'rsatdi Zulfiya. Shunaqa tushib ko'ringlar. Tushgandan keyin o'xshadimi yo'qmi kommentariyaga yozinglar. Agar o'xshagan bo'lsa, selfie darslik uchun Zulfiyaga rahmat deb yozib qo'yinglar. Agar o'xshamagan bo'lsa, o'xshaydi, конечно. Qanaqa o'xshamaydi? O'xshaydi. Hech ham dabdala bo'lmaydi, o'xshaydi. Buni sinab ko'rganlar. Da. Siz selfiedan dars o'tdingiz, to'g'rimi? Gapi yo'q, lekin yaxshi. Lekin boyachi aytgan gapingiz esimda turibdi-da. Bitta gap aytdingiz boya. Qaysi gap? Anaqa dedingiz. Men dedingiz, kim ekanligi va unga qanaqa muomala qilish kerakligini bilaman dedingiz. Endi erga tegmaganman-u. Ja bilmayman, lekin baribir ham o'ylayman, har doim erni kulib kutib olish kerakligini bilaman. Selfie bo'yicha lifehack bo'ldi-yu. Sizda. Davay endi erni kutib olish bo'yicha lifehack. Давайте, shunga ham lifehack ko'rsataman. Chiqing eshikdan. Gap yo'q, bo'ldi. Hozir siz kirib kelasiz, короче. Taqlatmasdan kirishadimi er? Men kirib kelaman, to'g'ri? Ha, bo'ldi. Ishdan kelyapman. Ajoyib bo'lar ekan. Assalomu alaykum dadajon. Adajonisiz. To'xtang. Adador deysizmi? Nima deyiladi? O'zi adajonisi deyiladi. Adasi ili o'sha ismini aytib aka deyiladi. Bizda aka deyilmaydi bizda tomonlarda. Nima deyiladi? Prosta ismini aytiladi. Voy. Buxoroda erini, turmush o'rtog'ini hech kim aka demaydi. Toshkentda shunaqa deyiladi. Adasi deydi. Adasi deyman. Ha, ket. Bo'ldi, davay.
Xo'p. Assalomu alaykum otajonisi, keling. Wow, dahshat, dahshat. Charchamadingizmi? Rahmat, yaxshi keldim. Keling, kiyimlaringizni yechingman, sizga shirin ovqatlar qilib qo'ydim. Bering qo'lingizdagilarni. Qo'limda hech nima yo'q-ku, Zulfiya. Yo'q, endi nimadir olib kiradi-yu, shirinlik olib kiradi. Ha, to'g'ri. Agar men ishdan kelsam, erkak kishi bo'lib nimadir uyga olib kiraman. Обязательно uyga nimadir хотя бы 2 tona olib kirish kerak. Da, mana qo'limda. Bering otajonisi qo'lingizdagilarni. Keling, kiyimingizni o'zgartiring, men sizga shirin ovqatlar qilib qo'ydim, pishiriqlar pishirib qo'ydim. Ha. Hozir men sizni oyoqlaringizni massaj qilib qo'yaman. Keling. Bo'ldi, to'xtating, shu yerda layfhak to'xtating. Nimaga? Nimaga desangiz, hozir sizga butun O'zbekiston uylangiz kelib qoladi. Qarang. Kulib, kutyapsiz. Qo'lingizdagilarni bering deyapsiz. Ovqat salatlar qilib qo'ydim deyapsiz. Oyog'ingizni uqalab qo'yaman deyapsiz. Men o'ylayman, har bitta ayol kishi shunaqa erni kutib olsa, shunaqa kutib olishsa, обязательно turmush o'rtog'i charchab kelganda charchog'i chiqadi и oilalar tinch bo'lishini bu yana bitta plyus tomoni deb o'ylayman. To'g'ri aytyapsiz. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin Zulfiya, men sizni har doim qarayman, kichkinagina qiz bo'lib ko'rinasiz ko'zimga. To'g'risini aytsam, har doim kichkinagina. Lekin mana bugun shu narsani guvohi bo'lyapman, gaplaringizdan haqliz, juda ham katta insonlarnikidek fikrlashingiz, dunyo qarashingiz, ayniqsa, misol uchun mana hozir kutib olganingiz menimcha juda dahshat bo'ldi. Mana to'g'risi, misol uchun xohlasanglar, mana kommentariyada ham bor ichinglardagi fikringlarni aytinglar. Agarda misol uchun ayolinglar shu darajada kulib sizlarni kutib olsa, qanaqa qilib urishish mumkin bunaqa ayol bilan? To'g'rimi, Zulfiya? Qandoq qilib? Jahli chiqib kelsa ham, ayol kulib, chiroyli bo'lib kutib tursa, esdan chiqib ketadi deb o'ylayman. To'g'rimi, siz erkak kishisiz, bilasiz buni. To'ppa-to'g'ri. Hozir men ham endi video bilan kirib kelyapman, bilyapman, misol uchun siz Zulfiya biza hamkasbimiz boshqacha. Lishni narsa yo'q, lekin baribir kulib kutyapsiz. Haqiqatda deyapman. To'g'ri aytibdi. Ha. To'g'ri dedim lekin. Gap yo'q, lekin mana shu joyini kommentariyaga yozinglar. Mobodo ani belgilasa ham bo'ladi. Kimnidir agar sizlarni ham ayolinglar shunaqa kutish Ayolinglarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarni ishdan kelganinglarda charchab, kulmasdan kutib turgan ayolinglarga jo'natinglar bu layfhakni o'rganing. Kulmasdan qanaqa kutib olish mumkin? Xo'mrayib kutib olish mumkinmi? Qarang, hozir siz qanaqa kutib olish kerakligini ko'rsatdingiz. Endi qanaqa kutib olish kerak emasligini. Endi menimcha kutib olmaydigan ayollar bor deb o'ylayman. Yotib, uxlab, menimcha hech narsa emas. Eshikni hozir zo'r ochdingiz-ku. Shunaqa ochish kerak deyapsiz. To'g'rimi? Endi shunaqa ochish kerak emasligini ko'rsata olasizmi? Mayli, da. Endi qaranglar. Taqlatamiz. Nima taqlatasiz? Eshik ochib-ku. Voy, dahshat bo'lar ekan, ko'rdinglarmi? Voy. Farqi dahshat bo'ldi. Sezdinglarmi? Farqi вообще dahshat bo'ldi. Zulfiya, siz to'g'risi men hozir shu yerda bemalol ayta olaman, sizni tarbiya qilgan uyingizdagilarga ming rahmat rostdan. Hozir qanaqa kutib oldi-yu, qanaqa kutib olish kerak emasligini ko'rsatqay. Eshikni shunday ochib, shunday o'girilib ketsa, qanaqa неприятный bo'lar ekan odamga. Bunaqa qilish kerak emas. Ha, bunaqa qilish kerak emasligini ko'rsatdi. Lekin erlar ham mana shu ko'chadagi hamma problema bor-ku, ko'chadagi problemasini ko'chada qoldirib kelish kerak. Uy boshqa, ko'cha boshqa. Uyga kelganda настроение yaxshi bo'lishi kerak. Sizlardan ham зависит. Sizga savolim bor. Masalan, hozir qizlar mahrga gelik, bimboy shunaqa narsalar so'rashyapti-ku. Siz shunga qanaqa qaraysiz? To'g'ri qarayman. Qanaqa to'g'ri? Masalan, olib berardim. Wow, rostdan. Ha? Zo'ru. Oyga qancha topasiz? $15,000 $25,000gacha. Qizlar, rostdan shunaqa topasizmi? O'zim tegib olsammikan? Bu minimalli. Zo'r variant.
Ha. Yo'q, ko'zlari chaqnab ketganini ko'rdinglarmi? Конечно, 15 ming, 20 ming Siz dollar. menga ayting, Zulfiya, qayerdan 15-25 ming topasiz bir oyda? Hazillashdim, Unaqa nima top iltimos. bo'lmaydi. Hazillashdim. Harakat qilsa topsa Yo'q, bo'ladi. harakat qilsa topsa bo'ladi. Men hali mana bunaqa urvin emasman-da, to'g'risi. Nimaga? 15 ming, 25 ming dollar haqida ketyapti. Bir oyda. Topsa bo'ladi, menimcha. Yo'q, To'g'rimi? topsa bo'ladi. No, o'sha tarafga qarab harakatda. Harakat qilsa topsa bo'ladi. Mana. Lekin Biza ko'rdinglar, topamiz. ko'zlari yonib ketdi Zulfiyani. No, 20 ming dollarni eshitib ko'zim yonmasa bilmadim. Anaqa nima deydi, misol uchun, mana bekitish kerak emas. Shunaqa, misol uchun mana ishlab shunaqa urovingga yetib, yoshi katta bo'lib qolganlar bor-ku, misol uchun chollar bor. Yeja chol nima endi? Yosh kattalar bor-da, shunaqa pul topadi. Teyarmi deylar unga? Yo, astag'firulloh. Tegmagan bo'lardi, конечно, pul bo'lsa, chol bo'lsa nima foyda u chol bilan yashagan? Chol bo'lsa nima foyda unda? Yo'q, pulini go'rga olib ketadi. Endi seni xafa bo'lmaysiz, men mo'ylo sal qishtadi endi. Ahamiyat bermay bo'ladi, o'rtaga. Uni puli bo'lsa-yu, lekin chol bo'lsa, uni baribir bilmadim. Ha, siz bilan o'ynab kula olmasa, seskanib ketdi qo'linglar. U вообще seskanib ketganini ko'rdingmi? qanaqa toba bor shunaqa odamlar, qizlar bor, lekin bu baxt emas-da, bu baribir teng-tengi bilan degan, baribir ham yosh bo'lsa boshqada baribir. Yosh bo'lsa, sochim kuch-quvvati bo'ladi, siz bilan sochim o'ynaydi, yuguradi, to'g'rimi? Siz qochasiz, u quvlaydi. Garmoniya bo'ladi. Ha, ko'chada sochim ketayotganingizda ham bemalol yurasiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bemalol berkitmasdan. Siz chol bilan qattiq. Hozir Instagramda serdechka qo'yishadi-ku, erga tegishadi shu yosh kattaroqqa. Bu sababi? Chunki mana sababi yosh katta bilan. Yosh katta uyalishadi. Endi mayli, hammani o'zini hayoti baribir. Biz uni noto'g'ri demoqchi emas. Kimga nima o'stiradi, yashuradi. Men tegmagan bo'lardim, tavba qildim bunaqa. Qo'rqinchli siz uchun. Men uchun qo'rqinchli. Men dadam qatori odamni tasavvur ham qila olmayman. Pul hamma narsani ham hal qila olmaydi baribir. Chapi chaladigan gaplar bo'lyapti. Lekin o'rtasan hali ko'rmadingda, agar shu ko'rsatuv chiqqandan keyin ko'rgan, anta qanaqa ayollar kulib kutib olish kerakligini ko'rsatdi. Sen pastda zaryadkada payting. Xalqqa foydasi tegadigan layfhak bo'ldi. Bizning vyupускlarimiz yaxshi-ku, oila davrasida ham ko'rsa bo'ladi. Masalan, ko'rayotgan o'sha joyini chiqib qolsa, menimcha erli jurnali, otingga rahmat. Shunaqa narsani ham o'rgatadigan qizlar bor ekan-u, yosh, zamonaviy deb duo qilsa kerak deb o'ylayman. Tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, shu qizni duo qilib qo'yasizlar. Rostagasin. Zulfiya, misol uchun mana shu kiyimlaringizga, mana shu hozirgi bugungi lookingizga necha pul ketgan? Necha pullik kiyim? Buni aytaymi rostini? Ayting. Italiyadan zakaz qilganmiz. $1400. Mana shu dvoykangiz $1400 Da, bu качествоsi zo'r. Anchadan beri kiyib yuraman buni. И обувь $700. Oho. Sumочкам ham koja. Sumочкамni $2500 ga olganman. Bu чистый koja прям. Krokodil kojasi. Necha yil taqsa ham bo'ladi. Hozir necha pul hisoblab tashladi o'rta? 2500. Mazin qochmayapti bu supalar. Matematikani bilasizmi? Ha, to'xtab tur hozir. 1400, 700, 2500. Mashina sumkacha. Masha qaranglar, mashina sumka, masha qatori. Mash hajmdagi sumka $2500 ekan. $2500 masha. Bitta bechara chiroyli, menga o'xshagan, prosta chiroyli. Bechara krokodil o'ldirib tikib berishgan bo'ldi shu. Yo'q, hazillashmadingizmi? Ha? Ko'rsak. Ishondinglarmi? Men ham ishontira oldimmi? Da, siz ham hazillashdingiz-ku. Men ham hazillashishni bilaman. Oshirib o'zi ham o'rta. Unaqa emas-ku, ha? Da, biz ham hazillashishni bilamiz. Yo'q, unaqa emas, rostdan. Yo'q, yolg'on. Ishonavermanglar hamma narsaga ham. Ha, misol uchun men sodda insonlar qatori ekan. Rosa sodda ekansiz. Hamma narsaga ishonasiz. Hozir ishontirib qo'ydi. Lekin endi to'g'risini ayting, necha pul bergansiz? Tak, buni Timudan zakaz qilganmiz. Где-то 700 mingmi, 600 ming turadi. Sumочкam esimda yo'q. Buni anaqadan, ana bor-ku Toshkent molda
Stradivariusdan buni ham menimcha 700 necha pulga olganmiz? 800 mingga menimcha. Lekin kачествоsi yaxshi. Yo'q, cho'ta baribir qimmat. Timudan наоборот arzon bunaqa narsalar. Lekin bu kачествоsi zo'r rostdan ham. Главный narx emas menga yoqsa, sразу olaman. To'g'ri, ko'z to'ymasin, yarashib sizga. Yarashsa, ha, olaman. Yana qiz bola uchun yaxshi rasm, kiyim uchun. yaxshi kunlaringizga kiyib yuring, anchaga chidab bersin. Baribir qimmat etdi o'rtoq. Qimmatda narsalar baribir. Endi shuncha ishlagandan keyin kiyinmasam nima foyda? Kiyinib yuraman demasam. Qadrini bilish kerak odam. Odam o'zini ishlagandan keyin qadrini bilish kerak. Lekin siz bilaman, dushi mehnat qilib ishlaysiz. Bas foyda o'ylayman shu Afrikaga ketib qolsammi, hindularning yoniga deb. Lekin unaqa qilmang lekin, unaqa ish qilmang. Hindular oldiga bormang. Siz Afrikaga borsangiz, nima qabiladagi eng chiroyli qiz bo'lib qolasiz, lekin ishkal bo'lib ketadi bir-birini ham talashib. Например, ularga qishlarisi kerak emas. 4 ta mana bunaqa barg deyiladimi, o'shani boylaydi, yuradi hu qilib. Cho'p olib qo'liga. Cho'p olib yuradi. Mazza, qish narsani o'ylamaydi. Cho'p olib. Qish narsani o'ylamaydi. O'zbekistonda shunaqa yuraveraymi bo'lmasa? Yo'q, bu yerda to'g'ri kelmaydi. Bu yerda meni tanishlarim bor. To'g'ri. Balkim. Qiz bayon qarang, to'g'risini aytdim, men Afrikaga o'tib ketaman do'st. Nima aybingiz bor sizni? Kameraga qarab ayting. Aybim bor. Nos chekaman. Do'stlar. Nos chekasizmi? Vaqtda. Undan ham qutulsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, qutulsa bo'ladi. O'rtoq menga ruxsatmi ketavering. Bo'lmaydi, cho'ta nos chekarkan. Na qarasang, chiroyli qizda, nosi bor-da. Shuni chiqarsam, Tavba qildim. Astag'firulloh. Shunaqa qizlar ham bor, lekin ko'rganman shunaqa qizlar. Bitta ko'rsatuvda ko'rganman. Tog'larda o'tirib, shunaqa aytib bergan. Esladim. Zirabchada. Adashmasam zirabchada. Zirabchami yo zirabcha emasmi? Adashmasam zirabcha. Menimcha zirabcha deydi. Bor bunaqa qizlar endi. Balkim tashlagandir. Siz nos chaqmaysizmi chiqib? Yo'q, astag'firulloh. Shunaqa qizga yarashmasa kerak. Ishontirib gapirdilar, yozmay ishontirib. Shunaqa qiz, qanaqa qizga? Endi o'zini maqtab yotibdi boydan beri. Va ha deymiz, xo'p deymiz, u deymiz, bu deymiz. Yana bitta savolim bor. Masalan, To'xta, ish qilib tuzuk savolmi? Yana anaqa tema. Ba'zi bir qizlar, masalan, to'ydan keyin alohida yashaymiz, ota-onangiz bilan yashamaymiz deydi-ku. Mana shunaqa narsalarga qanaqa qilib qaraysiz? Siz rozi bo'lgan bo'larmidingiz alohida yashashga? U bo'lmaydi-yu, siz o'ylang. Ota-ona bolani uylantirdi, katta qildi, o'g'lini uylantirdi. Endi rohat oyoqni uzatib, ko'k choy ichib kelinni qo'lidan rohatini ko'raman deb og'zi oshga yetganda bitta qiz kelib, o'g'li sug'urib olib chiqib ketyapti. Kimni ko'zi uchib turibdi bunaqa qizga? Ota-onangizdan ayrildingiz degani, hamma narsangizdan ayrildingiz degani o'sha. Tasavvur qiling, mana siz akangizga, ukangizga shunaqa ish qilishyapti-da. Joyida o'sha kelinni o'zidan kechilinadi-da, ota-onadan voz kechilmaydi, o'sha kelin o'sha qizdan voz kechilinadi-da. To'g'ri gapirdingiz-ku, lekin otalar so'zi bo'lib ketdi-da. Keling bir yoshimizga yarasha ish qilaylik, bir siqilib ketdim. O'ynaylik, biror narsa davaychi. Quvnoqroq nimadir qilamiz. Da, quvnoqroq biror narsa o'ynaylik. Sizchi qarang, mana bu narsani o'xshatib bera olasizmi? Qani? Seriyozda yo'q qoladi, yana ketdi. Mana o'xshatib bera olasizmi? Davaychi. Keling. Harakat qilib ko'raman. Menga yarashmaydi bunaqa narsa. Qanaqa chiqdi? Yelkasi bilan kulyapti-yu. Bilmadim. O'zi hozir 90% oilalarni urush janjal kelib chiqishi mana shu telefon sababchi. Bitta kompaniyadan SMS keladimi masalan, kimdan SMS kelsa ham qani och telefoningni deb sразу kelib kovlashadi. Keyin janjal boshlanib ketadi. Janjal boshlanadi keyin. Tring qilsa u kompaniyadan boshqami uni telefonini olib aytadi-da, ana ochib berdim. Hozir kimdan SMS keldi hozir? Nimaga unaqa? Men ko'rmoqchiman.
Nima keragi bor ko'rib? Ishonmaysiz menga? Ishonaman, tekshiraman. Ishonsangiz nimaga ko'rasiz? Och Nimaga kodini. kerak bor tekshirish? Och kodini. Ochmayman. Och. Yo'q. Bu meni telefonim, sizniki emas. Men senga seryozni aytaman, och. Men ham sizga seryozni aytyapman, ochmayman. Siz menga ishonmaysizmi tozaligimga? Yo'q, o'zing. Men ko'rsam keyin ishonaman Siz men. o'zingiz shunaqasiz, menga ishonmaysiz. Oching siz ham telefoningizni ko'ring. Menga emas, senga SMS kelyapti bu yerda. Xo'p, kompaniyadan keldi, ishonmaysizmi? Xo'p, o'shani ochsam men Yo'q, ko'raman. ochmayman, bo'ldi. Ochdimmi? Yo'q. O'z bit turib sindiraman telefoningni. Sindiring, bilganingizni qiling. Men ham sizni Realni sindirib yuboraman domla telefoningni. Bilganingizni qiling. Ikkiga bo'lib tashlayman telefoningni. Bo'lib tashlang, menga baribir. Deb bir-birini dilini Shunaqa og'ritib, urishadi. bir-birini Emas, shunaqa. dilini og'ritib tashlaydi o'sha yerda. Da. To'g'ri, lekin vohmaga berilish kerak. Hatto bu telefon qolsin, iltimos tekshirmanglar. Lekin shu ahamiyat beryapsizmi Zulfiya? Mana shu mana siz ham oila qurmagansiz, men ham uylanmaganman deb mana shu oila qurganlarga o'xshab shu pandu nasihat qilib yotibsiz. Shuni ayting. Hali siz yashab ko'rmagansiz, men yashab ko'rmaganman. Lekin biz masalan kuzatib yuribmiz-da baribir ham. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri shuni bilib yuribmiz. Endi qo'llash qolgan bo'ldi. Demoqchimisiz? Ha? Siz aqllimiz demoqchimisiz? Endi bilmasam. Damizo bo'ldingiz, suhla bo'ldingiz. Yuring, men sizni endi shirinlikka olaman. Vau, bo'lar ekan-u. Ishqilman u fast foodga o'xshamaydimi? Yo'q, sizga yoqadi, yuring. Endi boya bir surpriz qilaylik dedingiz sizga. Lekin hamma narsaga tayyor bo'lib turibdi. Tayyor bo'ldi. O'xshamay qolisizmi? Shunaqa. Ko'chada o'tirasizmi yoki ichkaridami? Ko'chada mana sizga tayyor qilib mana ko'rpalarni ham qo'yish tash ko'rpani yopib o'tirasiz. Mazza. Bu kim Nima bu? bor bu yerda? Men. Sizmi? Menman. Ne? Yoshligingizda tushganmisiz? Yo'q, nimaga? Yosh ko'rinaman bu yoqda. Kichkina ko'rinyapti. Kichkina Sochim ko'rinyapti. o'ralganiga balkim bilmasam. Sochingizni o'rib olgansiz-da. Nima, imini shuncha sizlarning professional fotolaringiz bor-ku, mana shuni olib qo'ygansiz. Bilmadim, shu yoqda. yoqqan menimcha. Lekin shu o'zini eng yaxshi ko'rib, men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi deb shior ostida yashaydiganlar shu ekrandagi o'zini rasmini olib qo'yadi. To'g'ri. Kim o'zini yomon ko'radi? Ahmoq odam yomon ko'radi o'zini. To'g'ri. Vot. Nima menga javob berasiz hozir? Sizga men hozir Nima bor bu yerda? bu yerda shirinliklar bor. Bu yoq Floriya. O'rta bitta olmani qarang, Floriya. Bu ancha yillardan beri o'zini statusini saqlab, o'zini mijozlariga yaxshi xizmat ko'rsatib kelayotgan joy. Juda ham shinam, zo'r. O'zim okamga maqtamasam bo'lmaydi. Birinchi marta eshitaman. Qarindoshlar. Yaxshi joy, zo'r, rostdan zo'r. Hozir shirinligini yeb ko'rasiz. Ertasi keyin o'zingizni fikringiz. Baho beramiz. Baho berasiz. Choyni men qo'yib ber sizga. Endi men borgan joyimda menga qo'yib berishadi. Voy, endi shu yerda ham choy quyish ham jentelmenlikka kiradi. Men anaqa, men qiz bolaman, menga muhojirlik qilish kerak. Shu yerda ham endi kommentariyada shu minutini yozib izoh qoldiringlar. Nu siz Mana bitta qiz bola o'tiribdi, bitta o'g'il bola o'tiribdi, choy keldi. Xo'p. Choyni kim qo'yishi kerak, shuni kommentariyada yozib Endi qoldiringlar. bunda oldin aytaylik. Siz meni taklif qildingiz, siz menga qo'yib berishingiz kerak. Yo'q, Agar men qo'yib taklif beraman. qilganimda yoki meni uyimga kelganingizda men qo'yib bergan bo'lardim. Uyingizga qachon boraman? Yo'q, вообще-то. Ko'rdilar, yo'q narsani aytadi-da. Yo'q, menga anaqa emas. Bemalol qo'yib yuboraman. Kani bilasizmi? Bizada mana bu voy choy qo'ymadi degan narsa bor-ku, aslida u narsa qarang, ikkita harakat bilan amalga oshiriladi. Ushadingiz, qo'ydingiz bo'ldi, u narsa janjal chiqishiga yoki bir seriozli bir nimalar yasab tashlashga hech qanaqa asos bo'la olmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Hammaniki o'zini qo'li bor, qo'yib ichaveradi. Ha, menga вообще anaqasi yo'q, to'g'risi. Endi hamma dunyoga har xil ko'z bilan qaraydi-yu. Misol uchun kimgadir yoqmaydi bu narsa. Dek, juda vohmalanadi. Juda vohma. Voy, choy qo'ymadi, tam yo'q. Tushundim men sizni. Ha, masalan, menga Da. Bor shunaqa.
Endichi Tipa gordi bundoq odamlar. yashayapmiz, ko'ryapmiz hayotda misol uchun mana judayam nima deydi? E'tiborga olinishi kerak bo'lgan katta mavzular bor bu hayotda-da. Mana shu Da, bu qanaqa melish joy просто. bir nimalarda ha. Oddiy melish. Shu kommentda mana shu joyida sizni yomonlab qo'yishmasdi bo'ldi. Nimaga? Mayli yomonlasin. Qo'ymaysanmi qiz bolasan-ku joyida. No, endi bundoq qarasa qiz bolaga ham muhojir qilish kerak. Mani dadam ham masalan borgan joyimizda kolalar qo'yib beradilar, ovqatlar solib beradilar. Yo'q, Kerak endi edi. baribir birinchidan o'zi men hozir sizga yutqizib qo'yganman. Ha, siz chaqirgansiz. Udit yutqizishim kerak Da, da, ya'ni to'g'ri. shu. Zo'r emas kechqurun. Plet yopib, Mazza, toza havo. suv choy zo'r ichib вообще. o'tirsiz. Ha. Hech siz palatkada tog'da qolganmisiz? Strashniy emasmi u yoqda? Strashniy? ayiqlar bor. Ha, bo'ri, musht, bo'ri kelishi mumkin. Ужас. Qo'rqaman. Sharpalar har xil qanaqadir. Xudoy. Ruhlar, bezovta ruhlar kelishi mumkin. Strashно вообще. Shunaqa qilib ko'ramizmi keyingi safar? Yo'q, men qo'rqaman. Ayiq. Shart qo'yamiz. Bizada bormi? Ayiq o'zi bor. Ayiq ham bor. Bo'rilar bo'lsa qo'rqaman. Bitta sher zooparkdan qochib ketdi esindan o'rta. Tanuvmi? Esimdan chiqdi esim. Zulfiya, Tixa. Tixada Arslonmi? Men Lopolga borgan o'rta. O'rta shu joyida bitta masala. Choy keldi. Men aytdim, choy quyib berasizmi desam, Zulfiya aytdi, yo'q deyapti. Meni siz taklif qildingiz-ku deyapti. O'zingiz quying choy, men emas dedi. Menga farqi yo'q dedim. Men quyib yubordim. Lekin bu yerda kim prav? O'zi. Yo'q, o'zingizni fikringizni ayt, men. Aslini olgandami? Mhm. Terapiya yo'lini olmoqchi emasman. Siz faqat xafa bo'lmaysiz. Yo'q, mayli. Bu yerda siz yetasiz. Nimaga? Qarang. Shahzoda Ana bular meni chaqirdilar, to'g'rimi? Значит, bular menga anaqa ухаживать qilib, bular tipa как mehmonday qilyaptilar-ku meni. Agar men bilan uyimga mehmonga chaqirganida, men o'zim qo'yib bergan bo'lardim. Yoki biror joyga mehmonga chaqirganida o'zim qo'yib bergan bo'lardim. Atak bular meni chaqirdi, bular qilishlari kerak, bunaqa ishlar. Yo'q, ya просто Kommentga tashladim, o'rtoq, men ham kommentga tashladim, ha. yo'q, agar qarang, yana bitta gap bor. Endi Ухаживаниеda. bu joyda endi bu sizni burchingiz deb. Agar yana bitta o'g'il bola turganda, men qo'yib ikkita o'g'il bola turganda. To'g'ri-yu. Endi Ayol kishi turganda erkak kishi barcha choy qo'yish sal. Zulfiya Bilmadim. Avropacha o'ylayapti-da. Keyin men aytdim, masalan, bo'ldi, men yutqizdimmi? Endi siz yutdingiz dedim-da. Quyib yubordim o'rtoq. Bo'lar ekan, u buncha chiroyli. Yoqdimi sizga? Конечно. Yoqqan bo'lsa xursandman. Zo'r вообще. Buni mana shu atmosferada mazza qilib yesangiz bo'ladi. Zo'r. Endi Har bitta qizga shirinlik yoqadi, nastroyeniyasini, kayfiyatini ko'taradi shirinlik. Mana ko'zlari yonyapti hozir. yondi Zulfiyani ko'zim. boya xafa bo'lib qoldi bizdan. No, baribir bizni o'tda noto'g'ri ish qilmaydik, baribir. Surpriz dedi. Udivit. Baribir hayron qoldingiz. Mana bu surpriz, Bu приятно. yaxshi. Bitta bo'laydi, 3 xil meva bor, to'g'rimi? Endi bitta vaflisini. Og'ayni boshqa menga bunaqa do'ndo'ziki o'ynatma. Tushundingmi? Ha. Ha. Hozir aytdim-ku, Mhm. choyni ham quyib berding, Xo'p. kesding, endi yedirib ham qo'y. Ya. Yedirib ham qo'y. Yo, mayli, u yog'ini o'zim qila olaman. Barchasi bo'ldi, burchi ham Mana. bo'lsa edi. Yo, rahmat. O'rta kesib, Mana shu mana shu shart, narsa. o'rta vijdonan shart bajarish shunchalik bo'lar, og'ayni. Shunchalik bo'ladi. Choyni ham ayol kishi turganda men o'zim quydim. To'g'rimi? Mana. Men sizga addushi nima deydi, anaqa qilib berdim. Zo'r. Yog'i. Sizlar shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar, shu narsa to'g'ri bo'ldimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'ldi. Qarang, qanaqa chiroyli ko'rinadi. Menga kesib, o'zlari chiroyli qilib berdilar. Endi Yedirsa chiroyli ko'rinadi, просто Ya endi u уже Ya, lичный o'zi anaqa o'zi. nima deydi, chegaradan o'tish bo'ladi уже. Mazza. Ayol kishini xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Bitta banan bor, malina bor, vafli bor. Men xursandman shunaqa. Ayolinglarni ko'proq mana shunaqa xursand qilib turinglar. Ko'p narsa Ko'p talab narsa kerak qilinmaydi. emas, ha, Shunchaki ayol kishi. e'tibor.
Shunchaki e'tibor masalan, ko'p narsa kerak emas. Mana erkak kishiligi Zulfiyadan murojaat bo'ldi. Ey erkaklar deyapti, ayolinglarni xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Mana bitta banan, mana shu narsa bilan ham e'tibor berib xursand, baxtga to'ldirib yuborsanglar bo'ladi. To'g'ri, baxt. Tем более shirinlik kayfiyatni ko'taradi, настроение. Shunaqa qilsinmi hamma erkaklar bugun? Shunaqa qilinglar bugun Ayollarga. bir olib chiqsin, mana kelsam ham bu Floryami. Reklamaga o'tib ketyapti. Ha, o'zida kelinglar mana shunaqa narsa o'tkazaylik. Mana hozir bizani выпускni ko'rayotgan bo'lsanglar, balki sizlar o'zingizlar ko'ryapsizlar, balki oila davrasida ko'ryapsizlar, balki ayolinglar bilan ko'ryapsizlar. Mana shu narsani ko'rdinglarmi? Hoziroqmi yoki bugunmi, qaysi vaqt ko'rayotganini bilmayman, balki ertaga qilarsizlar men aytgan ishni. Ayolinglarga bitta kichkina xursand qiladigan sovg'a olib kelib beringlar. Mashina ko'rayotgan joylarda farqi yo'q. Balki shkoladir, balki shunaqa narsadir, balki ko'chaga olib chiqib, imенно shu narsadan yedirarsizlar. Bilmadim. Balki kichkinagina nimadir berarsizlar. Nima qilib bo'lsa ham xursand qilib qo'yinglar. Sizlarga Imkoniyatdan kelib chiqqan holda. sizlar xursand qilinglar, ayolinglarni Alloh sizlarni boshqa tarafdan xursand qiladi. Shunday. To'g'rimi? O'zimizga o'zimiz. Zo'r. Shunaqa. Mana bugungi выпуск. Mana bugungi выпускimiz ham o'z nigahon. Ovrari pauzani bosmalari o'tdimi? Qo'yaveramiz. Mana bugun biz bunday qilib bu. Mamlaqa, to'xta boshqatda. Bizku hali motormi yo, boshqa o'ziga o'zi motor berib, o'ziga o'zi stop berib, o'zi adashib yana boshdan kelib yana adashib boryapti. Hozir o'zim kelaman. O'zim kelamayapman. Baqirib kulavering. Chiqish deyman. Ketdi ana. Tayyormizmi? Keling, yaqinroq. Tilim jingali yo'q qoldi bari. Bitta ko'zimga yosh keldi. Bugungi bitta muqaddam. Ketdi. Hozir xato qilaman, borib. Deysizmi? Bo'ldi. O'zi kuldirmagin. Hop, bo'lma, jim tur. Bo'ldi o'rtoq. Motormi? Bo'ldi, boshla. O'zi kuldirib ketdi. Aka, zal chapga o'zidan tetsin. Oke, zalga chiqib keting. Men tururaymi? Salom surib. Ha, bo'l. Day. Hamma olib ketdi uch kun urib borib. Bo'ldimi? Ha, davom. Mana bugun Mana begun. Mana begun. Bugun tugatamizmi? Ketdi. Yolg'iz so'z o'zi. Ketdilar aka. mana bugungi sonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi aziz muxlislar. Xo'p, yutgan odam taassurotlar qanaqa bo'ldi? Taassurotlarim zo'r. Kuldim. Har xil emotsiyalar bo'ldi. Menga yoqdi. Shartni bajara oldingiz deb o'ylayman. O'ylamayman. Bajara oldingiz shartni zo'r. Menga yoqdi. Rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Конечно. Yutgan odam bo'ldingiz, a? Da. Xursandman. O'rtoq, senda taassurotlar qanaqa bo'ldi o'zingda? Qanaqa o'zingni his qilding? To'g'ri bajara oldingmi shartlarni? Endi o'rtoq, masalan, o'zimga yoqmaydigan narsalar bo'lsa ham bitta joyda xo'p deb qildim, chunki yutqazdim. Va men shartni bajara olganimdan xursandman. Shu tomoshabinlarimiz ham ko'rib, maza qilgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, men shundan ham xursandman. Keyin menga yoqqan tomoni sizga masalan to'g'ri kelmaydigan narsalar aytdim-ku, eshikni ochib bering dedim, choy suzib bering dedim. Sizga to'g'ri kelmasa ham shu narsalarni qildingiz. Gapingizni ustidan chiqqaningiz bu уже erkak nima deydi, по-мужски ado etdi. Da, mana shu erkakcha bitta gapirdingiz, qildingiz bo'ldi. Zo'r, malay. Bu уже поступка. Siz davonli bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Men xursandman. Shahzodda hammasi davonli, ko'nglingiz to'q, уже. Конечно.
Keyingi sonlarda. Keyingi sonida mani galim keladi-yu. Aha. Yana Mana shunaqa man narsalar yutsam-chi? qiladi. Yo'q, mabodo men yutsam, Aha. mabodo men yutsam, xafa bo'lmaysizman-da va siz ham qilasiz. Bo'ldi, men bitta gapiraman degandim. Bo'ldi, bitta gapiradi. Ana yozilib qoldi. Dondonzikini sharti shunaqa. Aytganini Bitta bajarish o'ynab kerak. qochib ketish yo'q. Da. Chunki boshida aytdi, yana o'ynaymizmi desam, shartni qanday bajarishingizga bog'liq. Agar men davolniy bo'lsam, yana o'ynayman degan, Shunaqa. to'g'rimi? Bo'ldi. Shunaqa. Yutamanmi, yutqizamanmi bilmayman, lekin o'ynaymiz. Bo'ldi. Bo'ldi azizlar, bo'lmasam hammaga rahmat e'tibor uchun. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Mana bunaqa ham desak-chi. Begun. Qanaqa shartlar bir-birimizga berishimizni xohlaysizlar? Mayli, Kommentariyada davay. yozinglar. Zo'r Da. fikr aytdi. O'zlari yozishsin. Mana zo'r fikr aytdi. Keling Zulfiya, yaqinroq keling. Keyingi shartda qanaqa nima edi? Keyingi nimada? Men shuni zo'r qilib aytib bering, hozir Shunaqa qiling, eshitilsin. shunaqa qiling. Zulfiya aytibdi-ki, To'xta boshqa ketdi. 1 2 3. Zulfiya aytibdi-ki, keyingi dondoziki o'ynasa, mabodo kimdir yutqizib qo'ysa, qanaqa shart beringlar bir-birimizga? Kommentariyga yozinglar demoqchi. Qiziqarli shartlar bo'lsa yozinglar. Yozinglar, inobatga olar ekan Zulfiya. Bu narsani inobatga olamiz. olamiz. Da. To'ppa to'g'ri. Bo'pti. Sovuq ketdi. Ketdi.